Bu yerda ko'rib o'tadigan bo'lsangiz, tepasi demak 5 ga 4, tagi esa 6 ga 6. Konteynerda o'zidan chiqadigan profillarimiz. Bu yog'iga esa men sizlarga navbat bilan sanab o'tib ketaman. Narxini ham navbat bilan aytib o'tib ketaman. 4 ga 4 profil, konteynerda o'zidan chiqadigan 5 ga 4, 6 ga 4, lagalik, to'g'ri lagalik va undan tashqari eshikbozli varianti. 1 metrdan 30 metrgacha ustunsiz variantda ertagiga 50 sm yo 1 metr qor yog'sa ham ko'taradigan va gapiga javob qiladigan ustalarimizni sizlarga tavsiya etib qolaman. Biz hozir kommentariyamiz va bu yerda svarka quyishlariga qo'yil qolaman bularni borku. Ishlari, demak, bu yog'ini aytib o'tadigan bo'lsak, narxlari bilan tanishtiraman. 115 ming 4 ga 4'imiz, 130 ming so'm 5 ga 4'imiz, demak 140 ming so'm 6 ga 4'imiz va ularda siz bemalol 12 metr 15 metrgacha ustunsiz variantda lombozsiz qilib bemalol tayyorlashingiz mumkin. Albatta mutaxassis bilan gaplashgan holatda ustiga nima qilishingiz, shifr yoki tunikasiga qarab turib narxlarida xudo xolasa siz tanlayverasiz, xudo xolasa. Xo'p, bu yog'iga eshikbozga lagalik variantimizda to'liq lagalik bo'ladigan bo'lsa 190 ming so'm 1 metrga, bu yog'i 25 metrgacha olib berishadi uni. Bu yog'i eshikbozga lagalik variantimizda esa 30 metrgacha bemalol yopishgan va xudo xolasa sizga garantiya berishadi. Undan u yog'i ham ketishaveradi, faqat qo'sh qorinli bo'ladi. Ularning narxlari esa narxi 220 ming so'mdan boshlab 380 ming, 400 ming so'mgacha bo'ladi. Uning ichiga kraska kirishi mumkin va ustanovkamiz kvadrat metriga 30 ming so'mdan boshlab turib. Mana shunday shifrlarigacha, turnikasigacha yopib beradigan va xohlasangiz tep-tekis yerda chiroyli obyekt qilib podkulush topshiradigan usta kerakmi? Pastdagi raqamga Tohirjonga aloqaga chiqing, xudo xolasa ishonchli joydan mana shunday chiroyli qilib xohlasa bu yerda yasab turib sizga jo'natib yuborishadi. Eng arzonida dastlabkilar kelishilgan holatda xohlasa o'sha joyda o'zida materialda olib borib qilib berishlari mumkin bo'ladi. Yog'i sizda pastda raqamlari